شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz ilgirki soatlik darsimizda Sura Baqaraninki 227-oyatlarini o'qigandik. Ilgirki darslarda Alloh subhanahu va taolo bizga hayot asosi bo'lgan oilaning hamrohlarini qanday tanlash, ya'ni ayol o'zining erini qanday tanlaydi, o'zining ayolini qanday tanlaydi, nimani asos qilib tanlaydi, bularni bizga so'zladi. Undan keyin oila hayotining muhim asoslarini, ikki tarafning mas'uliyatini so'zladi. Endi o'rtada bir masala yuz berib qolsa ayolning o'tirdi. Bu haqda ilgirki oyatlarda ma'lum tushunchalarni berdi. Endi hozirgi 228-oyatimizda ayollar taloq qilinib qolsa, ya'ni ayol o'tirdi, masala yuz berib, agar taloq qilish ahvoli yuz berib qolsa, masala qanday bitirib qilinadi? Musha haqda Alloh subhanahu va taolo bir qism ahkomlarni bizga bayon qildi. Astag'firullah. Val mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim. Oyat qisqacha avval bir tarjima qilib o'tay. Alloh subhanahu va taolo oyatda taloq qilingan ayollarning masalasini tilga olib, taloq qilingan ayollar 3 quru o'zini kutadi deydi. Ya'ni 3 quru shu holatda o'zini saqlab qoladi. Quruning nima ekanligini sal turib sizlarga izohlab beraman. Ya'ni 3 hayz yoki 3 hayzdan keyin poklikni ko'rsatadi. Ayollar, taloq qilingan ayollar o'zining qusquda nim baliqini, ya'ni Alloh yaratgan ya homilavami yoki hayzi keldimi, bu ahvollarni yo'shirishi aslo halol emas. Agar ayollar Allohga va oxirat kuniga iymon etadiganlar bo'lsa, ani taloq qilinib iddida to'shmagan vaqtda erlari bu ayollarni qaytarib olishga eng haqli. Yani ayollar taloq berildi, iddati to'shmadi. Bu vaqtda ayollar yo'q, men boshqa erga gitmas. Chunki dastlabda rozi bo'lib tekkan texi iddat to'shmagan ahvol aslida bu ayolga igdarchilik qiladi. Buni yo'q, biz o'rtimiz deyish eng haqli. Agar shu erlarning idisida islohni iroda qilsa, yaxshilikni iroda qilsa, yomonlikni iroda qilgan bo'lsa, u vaqti boshqa. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Bir-biri ustida muvofiq shaklda huquq va majburiyatlar bo'ladi. Ayollarningki erlariga qarata ado qiladigan majburiyatlari bor va erlarning ayollarga qarata ado qiladigan majburiyatlari bor va har taraf qarshi tarafdan oladigan haq huquqlari bor. Ammo erlarning ayollarga qarag'an vaqtda mas'uliyati bir daraja ortiq. Alloh azizdir, g'olibdir va har ishni hikmat bilan qilg'uchidir. Endi tarjimasidan ko'rdik qarindoshlar. Oyat bir bo'lak ahkomlarni o'z ichiga oladi. Yani ailəyə münasibətlik halal, haram, anı qilsa, ma'ni qilmaydigan ahkomlarni o'z ichiga oladi. Oyatdagi birinchi hukm taloq qilingan ayolning rasmiy eridan ajrab er bilan bo'lgan aloqasining to'liq uzilishi uchun 3 hayz
yoki 3 to'g'ri 3 poklik saqlash kerak. Ya'ni ayol er kishi taloqini verdini ajrashdi. Ajrashgan kunüstin tatib ayol kishi 3 qatim hayz ko'rgan vaqtida bu er ayollik munosabat to'liq tugaydi. To'liq tugaydi. Yoki 3 qatim pokiz bo'lgan vaqtida uning oldida bularning er ayollik munosabati texi to'liq uzilmagan bo'ladi. Endi oyatda Qur'onning bir uslubi bor qarindoshlar. Ba'zi ishlarni bundaq qilinglar, etinglar degan buyruq shaklda, qilmanglar, etmanglar degan bulusiz buyruq shaklama shaklda ifodalaydi. Bu bir. Ba'zida masalalarni bunda bayon shaklda bayon qiladi. Ya'ni ma ish bundaq bo'ladi, a ish bundaq bo'ladi. Endi mushuning ifodasida men ortiq bu yerda undan ortiq tushuntirib bo'lmayman. Buyruq shaklda kelgan oyatlardan chiqadigan hukmdan bayon shaklda kelgan oyatlardan chiqadigan hukm kuchliroq bo'ladi. Chunki buyruq qil degan ma'noni ifodalaydi. Bu nima deganlik desa, balkim bu ish burunda olmay bundan keyin qil degandek bir xil buyruq bo'lishi mumkin. Ammo bayon shaklda kelib, ma ish mushta, a ish bunda bo'ladi degan ifoda nimani ifoda? Bu ishning bundan boshqa aslo yo'li yo'q. Burun maçta olup kelgan, hazır maçta oldu, kelgisi maçta oldu. Bu işin asli xarakterini bayan qilgan bo'ladi. Yani bu yerda ayollar taloq qilingan ayollar 3 hayz saqlaydi degani maçta qilish kerak. Yani ahvol mushu, bundan boshqa yo'l yo'q. Chunki er ayol ajrashgandan keyinki agashma masalalar mush shaklda bitaraf qilinadi. Undan boshqa uning qana qildigan, hal qildigan masalasi yo'q demakchi yani. Chunki bu yerda nurg'un masala bor bu yerda. Ayol erdan ajrashgandan keyin balkim u erdan homildor bo'lishi mumkin. Bu masala 1-2-3 oyda aran, yani 3 oyda to'liq aydınlaşıdı. 3 qatim hayz kurash orqali aydınlaşıdı. Agar 3 oy saqlamay bugun ajrashib, aytsa boshqa er bilan to'y qilsa, ayolning qusquda ilgirki eridan homila bo'lsa, bu homila xalqning bolasini xalqning uyida tug'di. Xalqning bolasi xalqning mol-mulkini yeydi. Xalqning bolasi xalqning dadam deb cho'ng'iydi, uning qarindoshlarini hammam, tag'am deydi masalan. Va u erdan tug'ilgan bolalarning bir tuqqanim deydi degandek bir muncha masala chiqadi bu yerda. Shu buning 3 oy, yani 3 hayz orqali bu ayolning ilgirki eridan homila yoki homila emasligini oydinlashtirish orqali hal qilinadi. 3 oy ichida bu ayol ilgirki eriga tava, garchi ajrashib bo'lgan bo'lsa, 3 oy, yani 3 hayz ichida 3 hayzdan keyin tamam munosabat uziladi. Undan keyin yana bir odam bilan qana qilsa bo'ladi, to'y qilsa bo'ladi. Bu masalani Alloh subhanahu va taolo bayon shaklda, anda qinglar itinglar emas, bu ahvol mashta degan shaklda bayon qilishi bundan boshqa yo'l yo'q kesin. Kuchli bir ifoda. Qur'onda bunday ifodalar intayin ko'p. Masalan, sura Nurda er ayollarninki bir-biriga mos kelish, tanlash, oila juftini tanlashda yaxshilarni tanlasin, nacharlarni tanlasin demasdan, yaxshilarga mansub, nacharlarga mansub degan shaklda al-khabithatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat degan manda shaklda ifodalangan. Undan boshqa haramninki mahramiyetini ifodalaydigan oyatdimi haramga kirganlarni sizlar qo'g'danglar, amin qilinglar degan shaklda ifodalamasdan qanday ifodalanyapti? Haramga kirgan odam amin bo'ladi. Bu degan qoida. Haramning prinsipi mushu degandek, burun mashtati, hozir mashtat, bunday mashtat bo'ladi degandek bir xil kesin hukmni ma shaklda ifodalayapti. Ma aytdikmi? Taloq qilingan ayollar 3 oy saqlaydi degani qoida mushu. Bundan başqa yo'l yo'q. Bundan başqa nima yo'q? Yo'l yo'q. Endi mishadiki bayat men tarjima qilgan vaqt sal turib dapirmadigan salatata quru, 3 quru dedim ya. Arab tilidagi quru degan so'z hayz nima ko'rsatdi ma'no jihatda. Hayzdan keyingi pakulash nima ko'rsatdi? Hayz nima? Hayzdan keyingi pakulash nima ko'rsatdi?
Endi mezhep, fiqhi mezhep ulamaları, yani Hanefi mezhepteki ve Şafii mezhepteki ulamalarınki ayetning aldığı keynideki mezmunlar, ayette kullanılgan sözler, grammatikal ifadelerni ko'z tutib, Hanefi mezheptekiler heyzni asas qiladi. 3 heyz kögende ayol kishining iddati tugaydi. Şafii mezheptekiler töhre, yani paklıqni asas qiladi. Ayol kishi eridan suzini elib ajrashib 3 qatim pak bo'lgan vaqtida ondan keyin nimasi tugaydi? Adeti iddati qanday qiladi? Tugaydi. Masalan, mush qarindoshlar. Endi oyatni davom qilaylik. 3 heyz ko'rgandan keyin iddati tugaydi deb bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo nima deyotdi? Va la yahillu lahunna ay yaktumna ma xalaqallohu fi arhamihinna. Ayni şekil qarasak, Alloh ularningki baliyat qullarida yaratgan narsani ular yushirishi halol emas. Baliyat qullarida yaratgan degani ayolda yo'q bir narsa var. Bu yo'q narsa paydo bo'ladi. Nima ish olsa ayol kishi buni aynı şekilde to'g'ri, sodiqlik bilan, samimiylik bilan o'tirib qo'yish kerak. Ya'ni bu ayolning qo'sqida homil bo'lib qolsa, buni deyish kerakki, mening qo'sqimda men homila, mening deyish, chunki homil bo'lgandan keyin bu ayolning iddati tug'ib bo'g'icha uzun davomlashadi. Şu vaqtda er bilan bo'lgan munosabati uzilmaydi, er buning sohibi bo'ladi, balaning dadasi bo'ladi, balani tug'ib, nafasdan to'liq o'rnidan turib bo'g'icha bu ayolning butun mas'uliyati erning ustiga tushadi va bu ayol shu vaqtgacha erga oid, erga mansub bo'ladi, bala erning bo'ladi, butun ishlar erga oid bo'ladi. Yani bunun qo'rqib, mesela ayol kishi qo'sqim duo desam, menga yana 8 oy masalan, bu chaplish vaqtida bir qutulay buningdan. Yo'q deyishi asla ve asla halol emas. Bu bir tarafi. Yoki ayol kishi unda demasa, heyz orqali buning iddati tugaydigan bo'lg'achqa, heyz ko'midim, yani iddatni tugatmaslik uchun. Chunki iddat vaqtida ayol kishining butun mas'uliyati erning ustiga tutuq ya, er kishining xarajati, turalg'i, butun chiqimlarini er taraf ko'taradi. Ayol kishi mashta bir qaqti so'xta qilish uchun er kishini, men iddat masalan heyz ko'midim, men degan 2 oyda bir heyz ko'rdig'ini yoki mening 3 heyzim tugimidi deb buni yushirib erni qaqti so'xta qilib erni zararga uchirishi asla ve asla to'g'ri emas. O'sha ayollarningki heyz iddat masalasi Qur'oni Karimda nihoyat tafsiliy bayon qilingan qarindoshlar. Homildor ayollar munosabati bilan devotay homilisini tug'ib shu tug'utdan saqayg'icha iddat ichida bo'ladi. Tug'utdan saqaygan vaqtda iddati tugaydi. Yani 9 oy 10 kun iddat tutadi degan gap yana. Ayol to'qqizcha bu bir. Normal heyzdor ayollar 3 qatim heyz ko'rib paklangan vaqtida buning iddati tugaydi. Endi homildarmi emas, normal heyzmi emas, ya yeshining kichikligi tufaylidan taxi heyz ko'magan yoki yeshi o'tib ketib heyz ko'maydigan ayollar, ya'ni heyz yeshidan o'tib ketgan yoki heyz yeshiga kelmagan ayollar to'y qilib, to'ydan ajrashib ketgan bo'lsa, bularning iddati nima bo'ladi? 3 oy bo'ladi. Bu shu iddat masalasidagi Qur'oni Karimning kesin hukmi munosabatlik bo'lganlik uchun sizlarga qanaqa qo'ydim deb qo'ydim. Endi mush yerda ayollarga bir ig'ir tahdid silingan qarindoshlar. Ayollarga bir tahdid silingan. Ya'ni agar ayollar deydi oyatda Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan bo'lsa, degani, ya'ni mu'min bo'la olsa, musulmon bo'la olsa, yushamaslik kerak. Bu nima uchun bu qadar tahdid silinadi desa, chunki bu masala ayollarga xos masala bo'lg'achqa, ya'ni g'aybiy masala bo'lg'achqa, buni aqtog'il olmaydi, tekshirgil olmaydi. Hez ko'rdim, uqul olmaydi. Qo'sqida balo bormi yo'qmi, masalan bir 2 oylik bo'lgan vaqt buni yusharadigan masala bu. Majburiy aprib bugungi kunda doktorxonaga olib tekshirib olmaydi masalan. Masalan, ayollarning vijdoniga munosabatlik, iymoniga munosabatlik masala bu. Yani ayollarning insoniga bog'liq. Agar ayol men homila deb turib olsa masalan, ta homil emaslikka bilinganga qadar akishni ahmoq qildigan gap. Yoki men homila emas deb qo'sqidagi homil yushalsa, bu yerda men akish ahmoq bo'ladi. Xalqning bolasini xalqning o'yisida tug'di va ahvoli intoyinki buning ig'ir masala chiqadi qarindoshlar buning. Ya'ni bu mishda ayol kishining iymoni bilan kafolatlik qilingan ish bo'lib, shunga Allah bu ishni ayol kishining iymoni bilan tahdid silib iymoniga topshiradi bu ishni shunga.
Masalan, tug'ut vaqti, ayol kishiniki qo'saq ko'tarish vaqti 6 oydan 9-10 oygacha bo'ladi. Ayol kishi o'zining tug'utini, ya'ni homilador ekanligini yushirib bilan bundan ajrayib balam buning balasi bo'lmasin deb rezil niyat olib qolsa agar 2 oylik yoki 1 oylik qo'ygan bola bo'lib qolsa, biridan ajrashdi. 2-3 oydan keyin birisiga tegdi. Uningga tegib 6-7 oydan keyin tug'sa bu normal ahvol. Chunki normal ayol kishiningki qo'saq ko'tarish vaqti 6 oydan yuqorisi normal deb hisoblanadi. Buning bir vaqaligim bor Usmon radhiyallohu anhuning davrida. Bir ayol 6 oyda tug'ib qolganlik uchun bu zina qildi degan tuhmat bilan had urilmoqchi bo'lgan vaqtda Ali radhiyallohu anhu arg'a tushib, "Ya bu xato. 6 oydami ayol kishi tug'di, ya'ni ayol 6 oy homildor bo'lib tug'ilgan ahvol bor." deb buningga dalil sifatida Sura Baqaraning 230-oyatdagi "Val validatu yurdina auladahunna havlayn kamilayn." Ayollar, analar bolalarini to'liq 2 yil emitidi deb bo'lib, yana bir oyatda Sura Ahqabning 15-oyatida ayol kishi nayt ig'ri qo'saq ko'tarib, ig'ri tug'di masalan. Bu bolaning tam ayol kishining ajraydigan vaqti 30 oy deglikchu. 2 yil, 30 oy. Mujni hisoblasa o'tirdan 6 oy chiqadi. 2 yil emitsa 30 oydan 2 yil 24 oyni elevasa 6 oy. Ya'ni 6 oy qo'saq ko'taradigan bir holatlar bo'ladi. Eng tuanchiki bu buni dalil qilib turib Ali radhiyallohu anhu qo'saq ko'tarishning eng tuanchikini 6 oy deb bekkan. Undan keyin 6 oy bo'g'achqa, bu bir mumkin ahvol bo'g'achqa ayol kishi ilgirki eridan bo'lgan bolani yushirib menda qusqamda. Bola yo'q, men homildor emas deb shaqqida eridan ajrashib 3 oydan killam iditim to'shtiminki men 3 qitim hayz ko'rdim, iditim tugidi deb boshqa odam bilan to'y qilib, u odamning uyiga ko'rib 6 oydan keyin tug'sa masalan 6 oy itrof qilinadigan bir qo'saq ko'taradigan muddat o'g'achqa umumiy bolam o'xshaydi desa, bu yerda nurg'un masala chiqadi. Xalqning balasi xalqning uyida tug'iladi. Xalqning balasi xalqdan miros oladi. Xalqning balasi xalqningki mahramiyatiga qaraydi. U mahram uningga nisbatan. Masalan, dadam deb birisining uyida tug'ilsa, u bola u dadam degan odamning hadis sing'illarini hammom deb yuğunaydı. Emniyet temisi namahram onunki mesele butunlay qalayma-qalayışıp ketadigan gap. Yani bala üzünün bo'lmagan haqsiz haqlarni talab qilgan. Dadasidan miros oladi. Halbuki dadasi emas o. Dadasining mirosini ololmaydi. Halbuki aning balasi bu. Yani nede butunlay qalayma-qalayışlik yuz berdi. Şoňaşqa bu intayin muhim nokta olgaçqa, muhim nokta oluşdan birge bu bir gaybi mesele olgaçqa. Yani bu iniq net mesele emas, ochiq mesele emas. Şoňaşqa ma ayetde ayol kişinin imaniga bağlap durur. Eğer ayollar haqiqiy mu'min bola olsa, özü musulman dese, qat'iy yuşuş to'g'ri emas. Gapni iniq deyish kerak. Homildor olsa, homildor deyish kerak. Eğer heyz ko'rsa, heyz ko'rdim deyish kerak. Ko'rmadim desa, ko'rmadim deyish kerak. Degan şekilde g'aybiy meseleni g'aybiy meseleге bağlap qo'y. Chunki g'aybni g'ayb qo'g'daydi. Undan üzdən başqa heç kim uqulamaydigan bir məsələ olğaçqa, bunu şu üzdən başqa heç kim uqulamaydigan iman bilan bunu təhdid qilib, imanğa bağlayatıdı. Tad məştaq qılsan sən mümin, məndə qılsan sən mümin emas degəndək bir ifadəni çıxırıvatıdı ayası. Ondan keyinki məzmununa keləydi ayətninki, ayətnin axırda və bu'ulatuhun ahaqqu bi raddihin fi zalik. An ayol kişi 3 ay, yəni 3 heyz iddet tutduğanlığını bayan qıldıq yuqarı ayətdə. İddet işi olub qalsa, mesela bir ayolunu eri talaq qıldı. 3 heyz bu erinin hamilik asıda yaşaydı. 3 heyz görüp bu iddet çıxıb olğunca. Şu vaxtda əgər iri ma ayolumni men qaytırıb alay boldu. Buluşab qalay deb niyet qilib qalsa, o vaxtda da heç qandaq nikah oqımasdın, qaytı toylaq mehri almasdın. Əslidikidək bir ailəyə qanaq quvası buludu, qaytırıvası buludu. Ən layiq oldu bu vaxtda. O vaxtda ne ayol kişininki, ne velisininki, yok men qaytmaydım deyiş hukuk olmaydı. Çünkü normal ahotun diyor asli. Birinci qitim bunun tegdin deb tegdi ya. Veliler birinci qitim bunun bəduq deb bədi ya. Yani mesele tügüdü bu yerde. Eğer bu ayol zaten men qaytmaydım deyilse o vaxtda başka bir şekli var onunki. Onu başka bayan qılımız. Yani o xul ideyimiz o vaxt var. Ama ma vaxtda daha erinin təvəligini çıxıb ketmegen bu vaxtda normal aileni burunqidək qaytırıb veriş tamamen hukuk oldu. Ama müşekege vaxtıda
Bir nuqtani Allah subhanahu va taolo oyatga qistirib qo'yadi. Er kishi ayol kishiga intiqom olish yoki buzoq qilish uchun to'xtabdi, ha, sen ashta qilganingga men seni bir qarab boqay deb 3 oy iddati tugay deb qolgan vaqtida shaqqa deb qaytib olib, u ayol kishi qaytdimiki deb birining uyiga kelsa, yana bir mezgil buzoq qilib, yana u qo'yib o'tib, yana u tugaydigan vaqt qaytib olib degandek ayol kishiga zarar yetkazmoqchi bo'lsa, o vaqtda masala boshqa yana. Şu oyatning oxirisida in aradu islahan. Agar erining niyatida kelishish, yarashish, qaytadan uyni qurib chiqish niyat qilsa bo'ladi. Bunda olmay qolsa to'g'ri emas uniki. Asla to'g'ri emas. Alloh subhanahu va taolo haromni zulm qildi. Haromni zulm qildi. Erining garchi shar'iy nuqtadan, qadoi nuqtadan, ya'ni sud mahkama nuqtasidan shu vaqtda ayolini qaytirib olish huquqi olsa-mu, diyanatan, dinan asla va asla to'g'ri emas. Zarar sirish niyat bo'lib qolgan vaqtida. Ammo isloh nuqtasi va bir uy tutib qoldi, ma bolani yetim qilmayli, ma oilani saqlab qolay degan vaqtda o boshqa bo'ladi. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Yani cemiyette normal yaşaş bir kaidesi var. Öğü tutuş kaidesi var. Erlerin üstüge yüklenediğin mesuliyet bir örpüsü var, adeti var. Ayollarının üstüge yüklenediğin bir mesuliyet örpü adeti var. Muşun noktadan er ve ayolının üstüge aladigan mecburiyet ve hak hukukları oldu. Allah ayolini özgüçü bir xas təbiət və alahidliklər ilə yaratqan. Ərini özgüçü xas təbiət və alahidliklər ilə yaratqan. Er özgə layiq xizmətlərini qılıdı ailə üçün. Ayol özgə layiq xizmətlərini qılıdı. Hayat, ailə hayatı başta məsuliyyətlərinin təqsimatı şəkildə. Məsuliyyətlərinin təqsimatı şəkildə quruludu. Er sübütülen kılıdığan işleri var. Ayolun sübütülen kılıdığan işleri var. Ailenin mesela arqsep teminatı, asası, yetekleniş qatarlıq məsuliyyətini üstüge ağam bolsa, ayol kişi ailenin içki cəhətdiki zineti, içki cəhətdiki illiqliqi, içki cəhətdiki hayatının güzellikini təmin etişke ayol kişi tələb qılınaqlıq. Mana bularning hammasi aile hayatının asası. Qur'an-ı Kerim'de mu mehr muhabbetga to'lgan, illiqlikka to'lgan, sakinlikka to'lgan oila hayoti dal mush nuqtadan kelganligini ifodalab, "Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Surrumninki 20-oyatida oilaninki sakinlikka to'shadiganligi, mehr muhabbatga to'ladiganligi, buningda erning va ayolning o'rtaq mas'uliyati. Qarang, sizlarga o'xshash bir jupni qilib degani, er bilan ayol o'xshash bir tipdan oiladagi sakinlik va mehr muhabbatni ayol o'xshash ta'min etish kerak. O'ziga loyiq vazifasi va o'ziga loyiq mas'uliyat buni ado qilish kerak degandek mazmun chiqdi bu yerda. Ya'ni bu yerda litaskunu deganni sakinlik deb ifodalanadi tarjimada. Ya'ni ciddileşken, hargan, charchagan, chapqan, ishlagan taraflar oila kirgandan keyin hammasi o'z joyiga keladi. Ya'ni ish taskin topadi, insonning qalbi rahatlanadi, huzurlanadi. Ciddileşken ayol kishininki qalbi, ciddileşken kayfiyati erkek hasa taskin topadi. Qanday qilamiz degani erkishning cehep, ecep, capatatıb, teyip kelgen mal mülk kelgen pulla bilen qanaat tapıdı. Er kişi sırtda capatatıb kelgen hadıqı öyde çıkıdı. Bularning hammasi ayollik turmuşning nimasi asası. Ondan keyin bir eskertib Allah subhanahu va taolo oyatning oxirisida valir rijali alayhinna daraja. Endi ayol hamma jihati teng deb bütün japaning hammani ayol kishiga teng atishga bo'lmaydi. Allah erler üçün bir derece artıq məsuliyyət atqan. Məsuliyyət atqan. İnsan olsun. Nurgun kişiler xata üçün ölüb, biyədik ki, erlərinin artıq bir derecesini, erlərinin ki, bir işlağı boğan məsuliyyətin artıqlığını başquruş, məsələn, hukuk yürgüzüş,
onun zulm qilish, mustabidlik qilish deb tushunib olgan bo'lsa, bu asli g'arazdan chiqargan bo'ladi. Bu yerdagi masala er ayol na sharafda, na fazilatda, na taklifatda, vazifada o'xshash hayotda illoki erlarning ustida jiddiy paytlarda yetaklash masalalarida ayollardan yuqori turadigan bir daraja ortiq mas'uliyati bor. Mushu mas'uliyatga yarasha erlarda bir daraja ortiq yaratilgan, mayli psixik jihatdan olsun, jismoniy jihatdan olsun bir temkinlik va ortiq tarafi bor. Bular hammasi bekorga yaratilgan emas. Erning ayol kishidan kuchliroq bo'lishi, ayol kishining usun mushtushun deb emas. Er kishining ayol kishi qirgan vaqtda kayfiyatining biroz turaqliqliroq yaratilishi, qanaqdir ayol kishini buzaq qilsin deb emas, balki bir daraja ortiq mas'uliyat olsin. Aqallisi shuning oxirida surning soni 24-oyida va bima anfaqu min amwalihim deb oilaning masalan iqtisodiy yukini bevosita akishga o'tildi Qur'oni Karim. Ya'ni bu bir ifoda, ya'ni bir misol. Er kishinin shunga o'xshagan oilada ayol kishi qirgan vaqtda ortiq ustiga oladigan bir mas'uliyati va ortiq bir daraja va ustiga oladigan, buni er kishi erkek buluş süpütü bilen üstüge eliş gerek. Yani mandak jetkan vaqtda ayollarını şümrüdügan, ayollarını buzak kılıdыgan, özünün erlik mesuliyetini ada kılmaydıgan adam Allah subhanahu wa ta'ala ailede bir başoluşqa irade qilgan er kishi, onda er kishi bo'lmaydi. Yani ailenin iqtisodiy chiqimidan tortib bütün mas'uliyati, qiyodat mas'uliyati, yetaklash mas'uliyati, uningga oqibatiga mas'ullik mas'uliyatidan tortib hammasi Alloh subhanahu va taolo buni er kishining ustiga yuklagan. Alloh shuni bilgan bo'lg'achqa erdi buningga yetarlik iqtidorlarni, kuch-quvvatlarni erdi yaratgan. Ayolning o'zguchilik bir vazifasi va ayol uningga yarasha yaratilgan. Er o'zidagi ba'zi ortiqlik alohidliklarni ayol kishining buzaq qilish, istibdodlik qilish, mustabidlik qilish deb tushungan bo'lsa, bu asla to'g'ri tushuncha bo'lmay qoladi. Qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda to'xtasin. Inshaalloh bu taloqqa munosabatli ahkomlarni keyingi darsimizning davomlashtiramiz. Alloh hammalarni to'liq bir mas'uliyat ustiga ola oladigan bir holatga apkasun va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.